Chet elliklar akalar ko'rib turibsizlar, mana shunaqangi briketlar ishlab chiqaradi. Bularni oddiygina sholi to'pondan ishlab chiqarayotgan akalar. Ko'rib turibsizlar, mana shunaqangi apparat olasizlar va u briket qilib chiqarib berar ekan akalar bizga. Mana ko'rib turibsizlar, mana shunaqangi uzun briketlar bo'ladi akalar. Bu briketlarning yonishi akalar chotki bo'ladi deyapti akalar. Ko'rib turibsizlar, mana shunaqangi ko'mir holatiga o'xshatib qo'yadi, lekin buni yoqsanglar akalar ko'mir bo'ladi akalar. Ko'rib turibsizlarmi? Chet elliklar akalar har bitta narsadan uje pul qilyapti akalar. Ko'rib turibsizlar, mana shunaqangi apparatdan olib turib o'zimizda sholi to'pon ko'p bo'ladi akalar. Olib turib soqqa qilsanglar bo'ladi. Qishda haqiqatan ko'mirni o'rnini bosadi akalar. Sholi to'pon juda ham arzon turadi bizda. Yonishini qaranglar akalar, yonishini go'zal. Kimga shu apparat qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga yoki direktdan murojaat qilsanglar bo'ladi akalar. O'zimiz O'zbekistonda mana shu apparatni 3,5 ming dollarga attiga sotib olishingiz mumkin va soqqani qilsanglar bo'ladi bemalol. Ko'rib turibsizlar, mana shu apparatimiz 380 voltda ishlaydi. Bir kunda anchagina soqqa qilsanglar bo'ladi akalar. Yangi holatda bo'ladi. Manzilimiz Toshkent viloyatida joylashgan. Akalar ko'rib turibsizlar, mahsulotimizga garantiya beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka ham qilib berishimiz mumkin. Kelishilgan holatda to'liq ma'lumotni ekrandan nomerlarga telefon qilib bilishingiz mumkin. Unutish uchun bosh oyib ketaman men bu shahardan. Ey o'shal paytlarim, go'zal paytlarim, shunchalar sevgiga mast bo'lgan ekanman. Xotira bo'ldi go'zal